Davom etamiz. Kecha poytaxtimizda Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi xalq diplomatiyasi markazi tomonidan xalq diplomatiyasi kelajagi, milliy va xalqaro tajribada ustoz-shogird an'analari mavzusida ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbirda xalq diplomatiyasini rivojlantirishda yoshlarning o'rni masalasi ham muhokama qilindi. Xalq diplomatiyasi bugungi globallashuv sharoitida davlatlar va xalqlar o'rtasida o'zaro ishonch, hamkorlik va do'stona muloqotni mustahkamlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ochiq muloqotda ayni shu jihatlar e'tirof etilib, xalq diplomatiyasini rivojlantirishda yoshlarning o'rni, ularning xalqaro muloqot va hamkorlik sohasidagi bilim va ko'nikmalarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi birinchi navbatda biz soha vakillari, bu san'at bo'ladimi, badiiy ijod mavzularida bo'ladimi, kasb, pedagogik mahorat mavzulari bo'ladimi, yoki bo'lmasam tashqi siyosat yo'nalishi bo'ladimi, mohir diplomatlar, olimlar, akademiklarni, soha mutaxassislarini taklif etdik va shu bilan birgalikda yurtimizda tahsil olayotgan turli oliy ta'lim muassasalarini xalqaro munosabatlar yo'nalishidagi talabalarni chaqirdik. Birinchi navbatda mana shu tadbirimiz ochiq muloqot shaklida o'tyapti. Bunda birinchi navbatda ekspertlarimizni fikrlaridan tashqari talabalar o'zini qiziqtirgan savollarga javob olishyapti. Ochiq muloqot davomida milliy va xalqaro tajribalar, ustoz-shogird an'analarining amaliy ahamiyati yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Ishtirokchilar o'z taklif va tashabbuslarini bildirish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Shuning uchun men zaldagi qizlarga murojaat qildim. Gap shundaki, bu o'sha ta'lim olayotgan jarayonda shunchaki o'rtahol bo'lib o'qishi mumkin, ta'lim olishi mumkin. Maksimum darajada eng katta marralarga erishish uchun har bir qizimiz shunaqa o'z oldiga shunaqa maqsad qo'ysa, bu albatta bugun respublikada imkoniyat bor. Bunga erishishi mumkin, faqat mehnat talab qiladi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tadbir hamkorlikni yanada mustahkamlash, yoshlarni xalqaro jarayonlarga faol jalb etish yo'lida muhim qadamdir. Nigora Elmurodova, Husan Jumanazarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamonaviy informatsion dasturi uchun.